Xo'p azizlar, men sizlarga bitta shunaqa bir xonali xonadon topib qo'ydim akalar. Xo'p azizlar, qaranglar, lokatsiyasiga kelsak, lokatsiyamiz shundoqqina 10 mikrorayon, bu yoq tarafimizda Uzgazoil zapravkamiz, u tarafda esa Firdavs to'yxonamizga yaqin yo'lning yoqasida joylashgan domlardan akalar. Xo'p azizlar, bu xonadonimiz bir xona bo'lgani bilan ikki xona qilib qo'yilgan. Egalari kuxnyani shundoqqina balkonga chiqarishganda-yu, kuxnyani esa ikkinchi xonada qilib qo'yishgan. Bo'lmasa kelinglar, men sizlarga xonadonning ichini ko'rsatib boshlayman. Xo'p azizlar, qaranglar, mana bu bizada boya aytganimdek kuxnya, egalari shundoqqina kuxnya olib balkonga chiqarishgan. Buni ikkinchi xonada qilib qo'yishgan azizlar. Remontlarini ko'ryapsizlarmi? Remontlari hali yangigina turibdi. Gilamlari, polностью lyustralar, hamma narsasi hali yangi turibdi. Hech kim yashamagan remontdan keyin. Kelinglar, endi men sizlarga bitta zalni ham ko'rsatib o'taman. Xo'p azizlar, qaranglar, bizada mana shu zal. Bu yoqda esa bizada balkon, boya aytganimdek balkon ham kuxnya. Lekin zalimizni qaranglar, qanaqa lyustrachalar, natijli patologlar. Xo'p, qaranglar. Bu bizada kladovый xonamiz. Bu yoqda ham bemalol narsalarni saqlasalar bo'ladi. Endi siz sanuzelga ko'rsatmoqchiman. Bu bizada sanuzel vannamiz. Samesni ham hojatxona ham vanna bitta joyda samesni qilingan. Mana shunaqa. Xo'p azizlar, xonadonimizni ko'rasiz, qanday zo'r akalar. Oddiyroq, soddaroq, yaxshigina yangi remontlarda eng asosiysi bu narxi yengil narxlarda. Xo'p akalar, men sizlarga narxini aytmoqchiman. Bu xonadonimizning narxi egalar 355 million so'm deyishdi. Men aka bilan tortishib, savdolashib 345 ga tushirtirdim sizlar uchun. Kelinglar, ko'ringlar, yana sunnatiga ozgina o'tib beradigan joyi bor azizlar. Nomerlarimizni ko'rib turibsizlar. Mana shu raqamlarga bemalol aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Sizlar uchun mana shunaqa xonadonlarni ko'rsatib boradigan Navoiylar agentligi. Sog' bo'linglar azizlar.